Bugun sizlar bilan yana Zayrox. Xo'sh, boyagina qidirib ko'rgan paytim buglarni ko'rib chiqdim. Bitta bugimiz bor ekan. Oqshidni yog'imizda buni ko'rib olamiz. Bu qaysi bug bo'ladiki, Prestige 3 ga olib chiqish uchun ishlatsa bo'ladigan bug ekan. Birinchi holda base tanlab olishimiz kerak. Bugun kunimizda ikkinchi videomiz bu. Bizga bu bug ishlashi uchun men o'zim bilmayman, 100% ishlaydimi yoki yo'qmi, chunki ko'rdim. Shunaqa o'ynab ko'raman, demoqchi edim. Bizga 0 Prestige 1 kerak. Bizga 0 yo'q. Birligini ishlatib ko'raylik, ha? Birligida ishlatib ko'ramiz. Endi ularniki bir ekan. Xo'sh, uskini yaxshiroq. Red carpet. Ovozi chaqbalani o'tkazchi. Menimcha sovg'a-shodmon o'ynash kerak, ko'p chiqdim, ko'p videolarni, shu qanaqa kontent olsam deb o'tirsam, ko'rib qoldim buglar haqida. Shuning asosida endi buglar haqida video qo'yishni boshlaymiz tezroq ko'tarish uchun. Xo'sh, mana qirol deb yutqazib berishimiz kerak. 1, 2 yaxshi, buni yutqazdik. Aytmoqchi ketmaymiz, chiqib ketsak bug o'xshamaydi. Shu qayta shu marta qayta o'ynashimiz kerak. Xo'sh, boya videom uzilib qoldi. Bilmadim nimaga. Server yangilanish keldimi, soat 1 ga yaqin o'ynayapman, shu uchun yo'qotib qoldi degan umiddaman. Xo'sh, boshdan boshlaymiz. Endi to'liq 1-0 bo'ldik. 0 bo'lganimizdan keyin shu marta ketma-ket o'tkazishimiz kerak. Bu bug menimcha foydali bo'ladi deb o'ylayman, chunki ko'pchilikni ko'rganman oldin, faqat boshqa baysada, pastlarida to'liq edi. Shunchaki yutqazib berishimiz kerak. Prичем hisob olmaymiz yutqazganimizni. Hisobga qachon o'tadi dediki, 3 marta ketma-ket yutqazishimiz kerak. Mana shunga o'xshab 3 marta. 1, 2 yaxshi. Birinchi yutqazdik. Ikkinchisiga aytganimdek 3 marta ketma-ket. Ehti bosib, chiqishni bosib ketdik, o'xshamas ekan deb aytishdi. Agar o'xshasa zo'r bo'ladi, demak Prestige 3 da ko'tarib olish oson bo'ladi. Juda unchalik botmas, siz o'z darajadagi botlar tushadi deb aytishdi. Prичем uni yopadi, kim yutar bilmayman. U bizdan ham yaxshi bo'lardi. Yaxshi, yana bitta. Yaxshi. Oxirgi yutqazishimiz. Ona 57 metr o'tganmiz. Bitta qo'shilib qo'ygan bilmadim. Endi mega gunoh sindirishga tortdim. Bizni ham bor, bizni ham yo'q. Bizni ham bo'lsa bizden bor. Yaxshi ham bitti. Yaxshi to'ldiriladi. E'tiborni. Ularni keyin to'g'ri chiqib, 3 o'ldi yutqazganimizdan keyin 0 o'ymada biza Prestige 3 ga qilmoqchi bo'lgan bayslarni tanlashimiz kerak. Mana tanlamoqchi bo'lgan bayslarni shu. Seviyat. Tez-tez 120 ga qolib uchib ketdim. 184 ni. Sen ko'ramiz, o'xshasa, napricha 3 marta yutqazish, yutish. Bu qarim qilinglar degan maqsad emas, shunchaki bug o'xshasa plus, o'xshamasa minus. Da bilmadim. Balki botdi. O'yin tugagandan keyin ko'ramiz, tekshirib. Edgardan bir vosita bo'ladi. Edgar botga o'xshamayapti cho'ta. Yaxshi, lekin o'zim fikrimni aytdim, bilmadim.
Oyuna chiqib keyin aniqlashimiz mumkin deyishdi. Bilmayman. Har botlarni ajrata olmayman. Menimcha botlar 100%. You are serious trouble. Adashdim yoki botmi? Men bitta yo'q oldim. Yapayotgan kimdir qo'shib qolsa. Botga o'xshamayapti. Yapayotgan chetda. Dastur o'yin tushgan. Напричем aytdim, botga o'xshamadi. Umuman botga o'xshagan narsa ko'rmadim. Ben bitta yo'q oldim. Ikkita bot pastda. Bu botmas ekan buni. Bu botmas, real o'yinchilar. Üstünü çıkarması gerekiyor. Üstü yapmamız gerekiyor. Şimdi böyle yakalayamazsın, bot onu çıkarmam. Tuzun yapsak olsun ki, divarlar arasından kiri optik uğradığını. Dedi bankamızın var. Alalım. Was that your best? Züğütçümüzü kireyim. Züğüttük, hanımcı züğüttük. Anır. Züğütçümüzü anır. Züğüt tekshiramiz. Tekshirib ko'ramiz. Agar o'xshasa yana bir marta ko'ramiz. Xo'sh, Battle Block ko'ramiz. Battle Block. Shuni chiqib ketgan bizda darajasini ko'rib chiqamiz. Bu yaxshi. 78 mingta. 20 mingta. Lega birda bo'lgan. Mefiga Şurada hammasi bir xil lebada 3 ta. Bularni botda bo'lmaydi, lekin hammasi ham yaxshi o'ynadi. Real bot o'xshamaydi. Bir ikkitasi bot bo'lmasa. Yana bir marta sinab ko'ramiz sizlar bilan. Bu o'xshadi. Ikkinchi emas, agar bot tushmasa, haqiqatan o'xshamadi degan o'ramiz. Bu meni fikrim emas. Bu men o'zim o'ylab topgan narsa emas. Shunchaki ko'rdim. Amerikanskiy YouTube blogerlardan ko'rgan narsamni sizlarga tavsiya qilmoqchi edim. Shuni tekshirib ko'rmoqmizlar. Yana keyingi videolarda chiqishini xohlasanglar, bemalol yozib qoldiringlar. O'z kirib oldik. Bitmay olib qo'yishdi. Vendini kopya qilsa yaxshi bo'ladi. Yutqazdik. Ana matanga oldiga bordim. Cross'dan -12 men 908 ga tushib ketdik. Ele ketdim tayyorgina. Xo'sh, nima deyman? Bu bizning bagimiz ishlamadi. Biz keyingi baglarni kutib qolish uchun qaysi qanaqa baglar bor yozib qoldiringlar. Men o'shani qilishga harakat qilib ko'raman. Sizlar bilan Xerox bo'ldi. Hammaga katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar.